ekanlar. Mana ko'ringlar, bugun Yo'q, makiyajim yo'q dedim. Intervyu bermayman dedim. Sochim ham qilinmagan, makiyaj ham qilinmagan. Tez chopib keldik, chunki kutmagan darajada bo'lib ketgan narsalar bo'ldi bugun. Men har safar bitta narsaga lol qolaman, hayron qolaman. Men o'zimni umuman yulduz deb his qilmayman-da. Shuning uchun har safar shu odamlarni ko'rganimda, muxlislarimni ko'rganimda, olqishlar ko'rganimda, mana shunaqa mukofotlanishganda men ne to hayron bo'laman, shok bo'lib qolaman to'g'risi, chunki men bir Allohning bandasiman-da. Bir oddiy insonman, prosta musiqani sevadigan insonman. Lekin sizlar qo'llab-quvvatlaganingiz uchun men to'g'risi ming bor shukr deyman, rahmat deyman, ta'zim bildiraman barcha muxlislarimizga. bu mukofot nimalarni o'zgartiradi? Kelgusidagi rejalaringiz? Ijod, yana bir bor ijod, chunki to'xtash Munisa Rizayeva uchun bu noto'g'ri narsa yarashmaydi to'g'risi. Men 15 ta hamkasblarim kutib turibdi sizni, ularga qoldiraman. Siz dunyodagi eng chiroyli ayolsiz. Shuni ishoning, bo'yanmasangiz ham. Bugun naborot chiroylilar hammada.